Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmunimiz ro'yi tushkunlik to'g'risida. Ro'yi tushkunlikning aniqlamasi bo'lsa, davomli ko'ngli yerim bo'lish, qayg'urish yoki bo'lmasa ilgari huzurlanadigan ko'ngil ichish faoliyatlariga, shundaqla yaxshi ko'rib qiladigan ish harakatlarga bo'lgan qiziqishni yo'qotish, xo'shal bo'lishga tegishli bo'lgan ishlardimi xo'shallik his qilolmaslik. Bu xil ro'yi holat kunda bo'lsa ham oz deganda 2 hafta davomlasa, buni ro'yi tushkunlik deymiz. Uningdan boshqa ko'riladigan alomatlar bo'lsa, badan eg'irligida o'zgarish bo'ladi. Bir oyning ichida oz deganda badan eg'irligining 5% dan ko'p bo'lgan eg'irlikda yo yuqorilaydi yo tuvallaydi. Chunki ba'zilarning ishtiyi tutilib, tamoq yegisi kelmay eg'irligi tushib ketsa, ba'zilarning ishtiyi bek ichilib ketib, ko'p yavaganlikdan samirib ketadi. Uyqusi qalayim qolishadi. Ba'zilar uxlay olmaydi. Uxlasimi kechada nihoyat ko'p qatim uyg'onib, uyquning sifati nihoyat tuvan bo'ladi. Ba'zilar bo'lsa uxlagandan keyin bir uyg'onib ketib, ikkinchi qatim uxlay olmaslik bo'ladi. Ba'zilarning aksicha uyqusi ko'payib ketadi. Bular bunday kishilar kechada uxlagandan boshqa yana kunduzdimi davomli yerib ketgandek, uyqusi kelib ketgandek yoki bo'lmasa mugdak besib uxlab qolgan ahvollar bo'ladi. Kayfiyati turaqsiz bo'ladi. Oson ochiqlanadi, mijozi tarsa bo'ladi. Davomli o'zini harg'in va mag'dursiz his qildi. Harakat va inkos ostlaydi. Boshqalar bilan aralashishni yaxshi ko'rmaydi. Jamoatdan o'zini qochirdi. Tafakkur qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Diqqatini va zehnini yig'olmaydi. Asti tutish qobiliyatini tuvallaydi. Qaror chiqarish tas bo'ladi. Ümidsizlandi, kelgusiga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. O'z-o'zini inkor qiladi. O'zini yaramas va gunohkor his qiladi. Ig'ir bo'lganlarining bo'lsa, o'zini o'ltirib olish istigi bo'ladi. Ro'yi tushkunlik bo'lsa, o'zi bir kasallikmi yoki boshqa bir kasallikning kasallik alomatimi, buni bilish uchun bemorning kasallik tarixini, turmush odatini yaxshi bilishimiz kerak. Albatta, turmushda har xil kelishmasliklar bo'ladi. Masalan, eng yaqin kishilardan ayrilib qilish, xizmatsiz qilish, yomon kasal giribdor bo'lish qatorliqlar. Bundaq sabablar tufaylidan ko'ngli yerim bo'lsa, kayfiyati turaqsiz bo'lib, oson ochiqlansa, ishtiyi tutilib tamoq yegisi kelmasa, uyqusi qalayim qolishib, uxlay olmasa, bu albatta insonda bo'ladigan normal va tabiiy inkos, ya'ni qayg'urish. Buni ro'yi tushkunlik bilan farqlantirish kerak. Navada turmushi xotirjam turibmi, o'zini ruhiy jihatdan tushkun his qilsa va biz oldida so'zlagan ro'yi tushkunlikning klinikalik alomatlaridan 5 turliki bir bemorda bo'lsa, bu bemorning nima uchun ro'yi tushkunlashganligini tahlil qilishga to'g'ri keldi. Birinchi tahlil qiladigan narsa bemorning yemak-ichmak odatini qanday bo'lishi nihoyatda muhim. Yaqinqi yillardagi har xil tadqiqot natijalariga asoslanganda, qondagi shakarni yuqoriltadigan yemeklarning insonning ruhiy kayfiyatiga salbiy ta'sir bo'lganligini, ya'ni kayfiyatining turaqsiz bo'lishiga, ro'yining tushkunlashishiga sabab bo'la oladiganligini ko'rsatmoqda. Ikkinchisi bo'lsa, qalqonsimon bez iqtidorining benormalligi. Qalqonsimon bez hormoni normaldan yuqorilab ketsin yoki tuvanlab ketsin, ikkisidala ruhiy benormallik ko'rildi. Ya'ni ro'yi tushkunlik qalqonsimon bez iqtidorining benormalligining bir kasallik alomati. Vitamin D kamligi. Bak ig'ir bo'lib ketsa, buning bir alomati ro'yi tushkunlik bo'la oladi. Vitamin D ga munosabatli bir nazariya shuni ko'rsatadiki, vitamin D serotoninga o'xshash monoaminer deb ataladigan bir turkum mingidagi ximiyalik moddalarning miqdori va iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Demak, vitamin D kam bo'lsa, bu xil ximiyalik moddalarning mingidagi miqdori tuvanlab ketadi. Yenik darajadagi vitamin B1 kam bo'lsa, ishtaha yaxshi bo'lmaslik, harg'inlik va zehnini markazlashtirish tezga to'xtaydi. Ig'ir bo'lganda muskul va nerv iqtidorlariga ta'sir ko'rsatib, ro'yi tushkunlikka o'xshash alomatlar ko'rildi. Temir kamligi. Qon ozlik keltirib chiqarmagan miqdordagi temir kamligining alomatlari bo'lsa, iç titildash, bearam bo'lish, kayfiyati turaqsiz bo'lish va o'zini harg'in ham ro'yi kayfiyatini tuvan his qilish qatorliqlar. Vitamin B12 ning kam bo'lishining bir alomati ro'yi tushkunlikka o'xshaydi. Undan boshqa asti xarakterlik badani og'riydiganlar, revmatizmlik bo'g'im yallig'i, muskul yallig'i,
bel umurtqalarının zəxmlənganligi səbəbindən ağrışı, astı xarakterlik baş ağrıydiganlar qatarlıqlar. Bundaq uzaq müddətlik astı xarakterlik ağrış davamlaşsa, əlbəttə ro'yi tushkunlikka o'xshash alomatlar ko'rildi. Yuqorqidek tahlil qilish natijasida qaysi sababdan ro'yi tushkunlashgan bo'lsa, shuningga sabab qilish orqali davolash ilib boramiz. Bugun ro'yi tushkunlikning aniqlamasi va sabablari to'g'risida qisqacha to'xtaldik. Ro'yi tushkunlikka sabab bo'lgan yuqorida so'zlagan sabablarni inshaalloh ayrim holda keyingi videolarda ayrim tushuntirishga tirishamiz. Yangi mazmunlar bilan qayta ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.